To'lashib bo'lmaydi. Odil ketdimi? Qachonga bilet oldi? Odil bugun olyapti. Biletdimi? 26dan Noyabrga? aprelga. 26 Toshkentdan bor ekan. Odil kimlar ketyapti? O'zi. Jiyanlar Bu nimaga? Toshkent bilan. Odil Abduqalbek bilan o'zlari ketdi. Yo'q, olmaz gap. Ketyapti bu ham. O'tdimi? Tomkani ochman. Kim ketyapti? Javob, rahmat. Ekan, nimaga pul berding mana? Arabachi kelganda bir maniga ifloslar dedi. 100 bilan yig'ib berdik, to'g'risi. Unga da bir so'm. Kelayotganimizda men kelayotganda ham yo 200 rubl pul yo 20 ming pul bersiz. Yaxshi yo'lda yurishdi. Sherik oldingmi? Yo'q. Dumra chaqiring. Yangi bir dona. Yana nechta ekan? Hozir 14 ta ketdi. Yana nechta ekan? 14 ta ketdi-da? Yo'q, bu yoqda rostlarga berishamiz. O ekan uni. Ular bo'ldi bo'lsa, mayaqa bo'lsa, monochimdan boshlaymiz. Monochimlardan farqi bor. Moy tomondan haydaymiz. Monochini bor. Oqsoq monochini. Ayta turadi, dasturni boshda turadi. Yozilja? Hov. Kami o'zi aytdilar. Hop. Yana olib kelsin. Qo'li shirda ekan. İşte olib kelsin. Qoplab. Ana bolaga ham bering, videochi bolaga ham. Ashunga olib qo'yman bo'ldi. Yana Kamiljon aka emas, Kamiljon aka dedi. O'zim ko'p bor ekan. Chiquvlar o'tdi. Tata-tata bo'ldi. O'tdi. Kamiljon aka uyim yo'q ekan. Ko'chaga qo'yib so't. Advali yana bu yoqdan bosh turgani devaga keldi.
Tuttur bana bak. İsrail ortalığı demeyiz. Sen sırada yaşar olup koyardı. Ulan yaxshi yersen berib yuboraman. Ovozim berib qo'yaraman. Huzurga chiqarganda biz bordik shunda shuni bular mehtab degani hammam Berale. Bakalım peşi yok. Ütüyor be. Bahram. Bahram. Nima dedi? Bahram. Bahram. Maşede Darüşşan'da bu adamlar ne işte suç ettiğimizi eşliyor. Bak gece. Bak bana öyle alıyor. Bunu nasıl getirsin? Vay bana da gidersin. Oğlum. Non deb qo'ygan, olmagan olib chiqqin. Keling, Gulnoraxon o'tiring ana. Videoga tushasiz. Kapkanlar toy tamashalar. Selam başlar taşlar. Ranoni kichigi o'lib. Boshini boshini Esiga tushib Seni toylarında videoga tortganim yaxshi. Rasa ham yaxshi. Haligi bir savraja nimaga Navro'z nerede çıkarsın bir ikkitami uchtasi katta bega. Kechkilarlik kattalar o'tsa Yıkılıp şuradan gel. Çık çık çık. 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 Ha yürü. Sıkılmıyorsunuz ekan mı? nima jenga bo'ldimi yana kirsinmi karantin bo'ldimi kirsinmi qayerga deyapti tamom Mana.
Kelepçek gitti. Ekti kır. Çömelim mi? Bir boşqa olib qo'yam. Hadi. He. Hadi öyle. Deniz götürüp men ham. He. Diplom istiyorsun. Javob olacak. Kallasida ularni deb qo'yishdi. Assalomu alaykum. Ostolga. Qanday bolalar, cholga borishsa, o'z yo'lini qo'llar. Bola, ot chaylar qo'ymas. Qahram ona yo'da botib. Kimga? Yana bir qozon. Kimga borish kerak quvonchi? Ha? Qanaganmikan? O'ynayapti. Qoch. Bo'shasin. Hozir ana nima bo'ldimi? Bo'ldi. Tashinga qo'yga, tashinga. Tashinga qo'yasan. Kana ko'tarasin? Otabek, kirib foydan bir xabar olib qo'ying, ota qoladi. Yo'naga kirasang, boshqa. Manda qo'yishim. Abdi. Chini yerda bolalar qarab ketadi. Oy, o'zingami? Qayga? Chinni olayman, qo'shinlar olib Bitta kattanga olib borib. Turlar. O chay. Kattaroq bo'ladi, qo'ying olib. Og'a chetani. Og'a şey bo'lar, Og'a ham qo'yib qo'yadi. Olsha qo'ling. Qara.
Ben kont özüme sarılsam sigara çekip gelip أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم. Allah'ım o'qilingan va xatmi hajagan, qilingan iksonlarni bizlardan qabul aylagan, savoblarni ko'paytirib bergan, hosil bo'lgan samarotlari bilan avvalambor Janobi payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning hayotlarini, uchun ahli oilalari, ashabi ikromlar, tobiin, tabi'in, avvalgi o'tgan barcha anbiyo alayhissalomlar, avvalgi o'tgan barcha ulamo ikrom, mujtahid izomlar, bizlarning o'timizga islom nurini olib kelgan zot Kutabat ibn Muslim hazratlari, uchun ahli oilalari, yerzda o'tgan barcha mo'min musulmonlar, qo'l ochib turganlarimizdan umidvor bo'lganlar, barchalarni Allohim o'zing bu tilovati Qur'on, xatmi hajaganlarni savoblari, bu qilingan ihsonlar savoblari bilan ularni xushnud aylagin, oxiratlarni obod qilgin, so'roq savollarni oson qilib, joylarini jannat bog'chalaridan biri qilgin ya Robbi. Qilingan ihson tilovat Qur'onlar hurmatidan yurtimizni tinchini hamda obod qilgin, osmonimizni musafo aylagin. Xalqimizni halolda rizqini mo'l qilgin ya Robbi. Har xil balo-ofatlardan, osmonlarning yerlardan keladigan balolardan o'zing hifzi himoyatingni asragin ya Robbi. Biz bilib bilmagan yaxshiliklarni Allohim o'zing ato aylagin. Biz bilib bilmaydigan yomonliklardan o'zing panoh bergin ya Robbi. O'stirayotgan bu o'g'il-qiz farzandlarimizni dinu, diyonatlik, odat, axloqlik bo'lib ulg'ayishni o'zing nasib ro'za aylagin ya Robbi. Qilayotgan ishlarimizga, boshlayotgan bu dehqonchiliklarimizga o'zing baraka azim ato aylagin ya Robbi. Har xil ofatlardan, har xil ziyon zararlardan, har xil kasalliklardan o'zing hifzi himoyatingni asragin ya Robbi. Xonadonlarda yotgan, shifoxonalarda yotgan kasallarga, bemorlarga Allohim o'zing shifoi komil, shifoi ajr ato aylagin ya Robbi. Tez kunlarda sog'ayib yana ko'pchilikka qo'shilib, xursandchilik bilan yurishlarini o'zing nasib ro'za aylagin ya Robbi. Safarga ketganlar, Allohim safarlarni bexatar qilgin. Har xil balo-ofatlardan o'zing hifzi himoyatingni asragin. U joylarga borib yaxshi bir moddiy, ma'naviy bir boyliklar bilan yana yaqinlarining huzuriga kelishligini o'zing nasib ro'za aylagin ya Robbi. Allohim barchalarimizni o'zing dillarimizdagi eng ezgu maqsadlarimizga Allohim o'zing osonlik bilan erishtirgin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammadi va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika. Kelgan mehmonlarga Allohim qadam bosib kelgan mehmonlarimizni qadamlariga ajr hasanatlar bitgan, xonadonlarni obod qilgin, dillardagi maqsadlarni o'zing hosil qilgin ya Robbi. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammadi va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika. Xizmat qilgan
kor xayrga xizmat qilgan, bu o'zini hissasini qo'shgan, bosh-qosh bo'lib xizmatda yugurgan barcha aka-ukalarimizni, barcha opa-singillarimizni xizmatlarini dargohida qabul qilgin. Umrlarini uzoq, rizqlarini keng qilgin, xonadonlarini obod qilgin. Dillardagi shar'iy maqsadlariga Allohim o'zing erishtirgin. Barchalariga o'zing hidoyatlik, farovon hayot nasib etgin. Bir rahmatga. Mana uy egasini mashxonadan sohiblari. Amin. Xonadon sohiblari Allohim xonadonini o'zing obod qilgin, ya Robbi. Qilgan bu yaxshiliklarini evaziga Allohim o'zing yaxshi bir tilaklariga Allohim o'zing erishtirgin. Dillardagi maqsadlarini hosil qilgin. Qilayotgan ishlariga Allohim o'zing rivoji komil ato aylagin. Har xil balo ofatlardan, ziyon zararlardan, suqdan, hasuddan o'zing hifzi himoyatingni asragin. Allohimizdan safarda yurganlarga ham bir duo qilib. Allohim safardagilarni Alloh safarlarini behato qilgin. Qilayotgan ishlariga rivoji komil ato aylagin. Har xil balo ofatlardan, fitnalardan o'zing hifzi himoyatini asrab, yaqinlarning huzuriga ochiq yuz bilan qaytib kelishlarini o'zing nasib ro'za aylagin. Mana Turqunboyga va bosh-qo'shiqqa mashg'ul bo'lagan bitta yaxshi. Allohim bu akamizni umrlarini uzoqlarini keng qilgin, ya Robbi. Hidoyatlik hayot nasib etgin. Xonadonini obod qilgin, farzandlarini rohatini ko'rsatgin, ya Robbi. Barchalari qavm qarindosh, aka-uka, birodarlar bilan ittifoqlikda hayot kechirishlarini o'zing nasib ro'za aylagin. Qo'ydi bergan bilan novachiga ham achgan do'stlar. Qo'y bergan bilan novachi.